Assalomu alaykum. Bugun biz tovush mavzusi haqida o'tamiz. Xo'sh, akustika tovushni o'rganadigan fan. Atrofimizdagi tovushlar har qanday hosil bo'lishini o'rganadigan fan akustika deb ataladi. Akustika fizikaning bir bo'limi bo'lib, tovushning paydo bo'lishi, tarqalishi, kuchi, balandligi va inson tomonidan qanday qabul qilinishini o'rganadi. Tovush hayotimizning ajralmas qismidir. Biz har kuni turli xil tovushlarni eshitamiz. Odamlarning gaplashishi, qushlarning sayrashi, mashinalarning shovqini, shamolning uvillashi va boshqalar. Akustika fani ana shu jarayonlarni ilmiy jihatdan tushuntirib beradi. Birinchi bo'lim akustika tovushni o'rganadigan fan. Atrofimizdagi tovushlar qanday hosil bo'lishini o'rganadigan fan akustika deb ataladi. Birinchi bo'lim akustika tovushni o'rganadigan fan. Atrofimizdagi tovushlar qanday hosil bo'lishini o'rganadigan fan akustika deb ataladi. Akustika fizikaning bir bo'limi bo'lib, tovushning paydo bo'lishi, tarqalishi, kuchi, balandligi va inson tomonidan qabul qilinishini o'rganadi. Tovush hayotimizning ajralmas qismidir. Biz har kuni turli xil tovushlarni eshitamiz. Odamlarning gaplashishi, qushlarning sayrashi, mashinalarning shovqini, shamolning uvillashi va boshqalar. Bu tovushlarning barchasi ma'lum bir sabab ko'ra yuzaga keladi. Akustika fani ana shu jarayonlarni ilmiy jihatdan tushuntirib beradi. Ikkinchi bo'lim tovush qanday hosil bo'ladi? Tovush jismlarning tebranishi natijasida hosil bo'ladi. Ikkinchi bo'lim tovush qanday hosil bo'ladi? Tovush jismlarning tebranishi natijasida hosil bo'ladi. Agar biror jism harakat qilib, tez oldinga va orqaga siljisa, bu tebranish deb ataladi. Masalan, gitara torini chersak, tor tebranadi va tovush chiqadi. Doirani ursak, uning terisi tebranadi va ovoz hosil bo'ladi. Odam gapirganda esa tomoqdagi ovoz paychalari tebranadi. Tebranish bo'lmasa tovush ham bo'lmaydi. Demak, har qanday tovushning asosida tebranish yotadi. Tebranish qanchalik tez bo'lsa, tovush shunchalik baland yoki ingichka chiqadi. Tebranish sekin bo'lsa, tovush past yoki yo'g'on bo'ladi. Uchinchi bo'lim tovushning tarqalishi. Tovush havoda to'lqin shaklida tarqaladi. U faqat biror muhitda tarqaladi. Uchinchi bo'lim tovushning tarqalishi. Tovush havoda to'lqin shaklida tarqaladi. U bir joydan ikkinchi joyga muhit orqali o'tadi. Muhit bu havo, suv yoki qattiq jismlar bo'lishi mumkin. Masalan, suv ostida ham tovush tarqaladi. Hatto temir yo'l relsiga quloq tutib, uzoqdagi poyezd tovushini oldinroq eshitish mumkin. Chunki qattiq jismlarda tovush tezroq tarqaladi, ammo tovush bo'shliqda, ya'ni kosmosda tarqalmaydi. Sababi u yerda havo yo'q. Demak, tovush tarqalishi uchun albatta muhit kerak bo'ladi. To'rtinchi bo'lim tovushning xususiyatlari. Tovushning bir nechta asosiy xususiyatlari bor: balandlik, kuch va tembr. To'rtinchi bo'lim tovushning xususiyatlari. Tovushning bir nechta asosiy xususiyatlari bor. Ular balandlik, kuch va tembr. Balandlik tovushning ingichka yoki yo'g'on chiqishini bildiradi. Kuch esa tovushning baland yoki past eshitilishidir. Masalan, qattiq qichqiriq kuchli tovush hisoblanadi. Tembr esa tovushning o'ziga xosligi bo'lib, bir odamning ovozi boshqasini farq qilishiga sabab bo'ladi. Shu xususiyatlar tufayli biz musiqa asboblarini, odamlarning ovozi yoki turli tovushlarni ajrata olamiz. Beshinchi bo'lim inson tovushni qanday eshitadi? Tovush to'lqinlari qulog'imizga keladi. Quloq pardasi tebranadi va miya bu tebranishni tovush sifatida qabul qiladi. Beshinchi bo'lim inson tovushni qanday eshitadi? Tovush to'lqinlari qulog'imizga kelganda quloq pardasi tebranadi. Bu tebranish ichki quloqqa o'tadi va asab tolalari orqali miyaga uzatiladi. Miya esa bu signalni tovush sifatida qabul qiladi. Agar tovush juda kuchli bo'lsa, quloqqa zarar yetishi mumkin. Shuning uchun juda baland shovqinli joylarda uzoq vaqt turish tavsiya etilmaydi. Inson qulog'i ma'lum chastotda tovushlarni eshita oladi. Juda past yoki juda baland chastotlardagi tovushlarni esa odam eshitmaydi. Xo'sh, xulosa, atrofimizdagi barcha tovushlar jismlarning tebranishi natijasida hosil bo'ladi. Ular muhit orqali to'lqin shaklida tarqaladi va qulog'imiz orqali qabul qilinadi. Bu jarayonlarni akustika fani o'rganadi. Tovush hayotimizda muhim o'rin tutadi, chunki u orqali biz muloqot qilamiz, musiqa tinglaymiz va atrof muhit haqida ma'lumot olamiz. 5-da sinf o'quvchilarining tabiiy fandan BSBsi tajriba. Bu yerda 5 ta stakan berilgan va har bir stakan har xil miqdordagi suv bilan to'ldirilgan. Agarda stakanni qoshiq bilan ursangiz, stakan tebranadi va ichidagi suv ham tebranishga ta'sir qiladi. Suv ko'p bo'lsa, tovush yuqoriroq va pastroq chiqadi. Suv kam bo'lsa, tovush ingichkaroq va balandroq chiqadi. Chunki suv miqdori tebranish tezligini o'zgartiradi.